O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi huzuridagi axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat inspeksiyasi rahbariyati tomonidan Navbahor tumanida jismoniy va yuridik shaxslar uchun sayyor qabul o'tkazildi. Mavzu borasidagi yangiliklar, aholini qiziqtirayotgan savollar va javoblar, murojaatlar va yechimlar navbatdagi lavhada. Mamlakatimizda raqamli texnologiyalarni joriy etish, iqtisodiyot tarmoqlarini raqamlashtirish va aholiga qulay raqamli xizmatlarni ko'rsatish borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, mazkur tadbirda axborotlashtirish va telekommunikatsiya sohasida faoliyat yuritayotgan korxona va tashkilotlar, shuningdek fuqarolarning murojaatlari joyida ko'rib chiqildi va turli masalalar yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Jarayonda mavjud muammolarni hal etish bo'yicha tegishli tavsiyalar ham berib borildi. Bundan tashqari, inspeksiya rahbariyati tumandagi aloqa infratuzilmasi holatini o'rganib, internet va mobil aloqa xizmatlari sifati, tarmoq xavfsizligi bilan bog'liq masalalarni atroflicha muhokama qildi. Joyida hal bo'ladigan masalalarning barchasi shu yerning o'zida hal qilinib, aholiga kerakli tavsiyalar berildi, yechimlar to'g'risida ma'lumotlar berildi. Shu yerning o'zida yechimini topmagan masalalar bo'yicha o'rnatilgan tartibda qonunchilikda belgilangan muddatlarda ko'rib chiqishni belgilab oldik va murojaatchilarimizni barchasiga ma'lumot yetkazib berdik. Yig'ilishni tashkil etishdan maqsad joylarda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'rnatish, hayotida yuzaga kelayotgan muammoli masalalar, telekommunikatsiya tarmoqlari yoki bo'lmasa pochta aloqasi tarmoqlarida bo'layotgan xizmatlar sifatidagi kamchiliklar, iste'molchilarning huquqlari buzilayotgan holatlarni oldini olish, oldindan ularga maslahatlar berish, barcha o'sha muammoli masalalarning yechimini joyida aholini oldiga borgan holda aholi bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot jarayonlarida yechimiga erishish. Misol tariqasida internet tezligi bilan bog'liq bo'lgan savollar kelib tushdi. Umuman telekommunikatsiya deganda keng tushuncha bo'lib, mobil aloqa tizimlari, mobil aloqa tarmoqlari xizmatlari sifatiga oid bo'lgan savollarga boy bo'ldi. Tadbir davomida fuqarolar va tadbirkorlik subyektlari o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilib, mutasaddilardan bevosita javob oldilar. Sayyor qabul yakunida aholining fikr va takliflari umumlashtirilib, ularni amaliyotga joriy etish yuzasidan aniq topshiriqlar berildi. Shuningdek, telekommunikatsiya xizmatlari sifatini oshirish, raqamli infratuzilmani kengaytirish va foydalanuvchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha chora-tadbirlar belgilandi. Bu esa aholiga yanada sifatli raqamli xizmatlarni ko'rsatish, soha vakillari bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yishda muhim ahamiyatga ega.